bu kabi plastik idishlarning chirib yo'q bo'lib ketishi uchun 500 yil vaqt ketadi. Bu vaqt esa tabiatni yomon ahvolga keltirish uchun yetarli. Xo'sh, biz yashab turgan olamni plastik chiqindilardan qanday asrash mumkin? Ularni asrashning birgina yo'li esa qayta ishlashdir. O'zbekistonda hosil bo'layotgan plastik chiqindilar yiliga 1,8 million tonna. Shundan atiga 6,6% qayta ishlanadi xolos. Qolganlari poligonda chirib yotadi yoki 500 yil yashaydi. Respublikada 119 ta plastikni qayta ishlovchi korxonalar bor. Ular yiliga 130 ming tonna plastikni qayta ishlay oladi, lekin ehtiyoj bundan 10 baravar ko'p. Biz raqamlar bilan cheklanib qolmay, aholining fikrini ham o'rganamiz. Kuniga nechta plastik idishdagi suvlardan xarid qilasiz? Bitta, Uchta, uchta. kuniga yo'q, istimolg'an. Suv oddiy. Oddiy suv bitta, ikkita. Kuniga 3 ta. Uchta. Kunigami? Men ichmayman unaqa. Tabiiy suvlar ichaman, choylar ichaman. Zararli-mi? Конечно, zararli. Hozir sovuq-ku, bitta. Yozdachi? Yozda ko'chada yursam ko'p. Ikkita. Ko'p emas. Masalan, bugun bitta bo'ldi. Kola oldik, xolos. Kuniga qancha plastik idishdagi suvlarni sotasiz? Assalomu alaykum. Yozgi kunlari 10-15 bloklab suv sotamiz. Hozirgi kunda esa 7-8 blok. Chunki o'sha sezonda yaxshi ketadi. Hozir havo unaqa bo'lgani uchun, o'sha tashigani uchun 7-8 bloklab. Insonlar kuniga bir nechta plastik idishdagi suvlarni xarid qilishini ta'kidladi. Bu esa yig'ilib ulkan tog'dek chiqindiga aylanadi. Xo'sh, bu plastiklarning taqdiri keyin nima bo'ladi? Biz buni ham o'rgandik. Hozir biz Toshkent shahrida joylashgan plastikni qayta ishlash zavodlaridan birida turibmiz va bunday zavodlardan respublika bo'yicha 119 tasi o'z faoliyatini yuritmoqda. Bu yerda plastik idishlar avval aholidan qabul qilinadi, keyin saralanadi, yuviladi, maydalanadi, maxsus uskunalarda eritiladi. Shundan so'ng ular bir nechta mahsulotga aylanadi. PET lentasi, plastik granulalar, 15 xil sintetik tolalar, xilofeber, to'qimachilik uchun tolalar, xo'jalik buyumlari, hatto quvurlar ham. Bu mahsulotlar nafaqat O'zbekistonda, balki Rossiya, Belarus va Yevropa davlatlariga eksport qilinadi. Ma'lumki, plastiklar ifloslanishini oldini olish faqatgina uni qayta ishlash emas, uni hosil bo'lishini kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar bilan ham bog'liq. Masalan, uni ishlatishni kamaytirish hamda uni qayta ishlashga yo'naltirish ko'p jihatdan o'zimiz fuqarolarga ham bog'liq. Bugungi kunda chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi tomonidan bu borada bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, aynan plastik hamda chiqindilarni 3 xil turga ajratgan holda, toifalarga ajratgan holda qayta ishlanadigan, qayta ishlanmaydigan hamda oziq-ovqat chiqindiga ajratgan holda saralash tizimi yo'lga qo'yilgan. Bu borada aholiga keng targ'ibot ishlari amalga oshirilmoqda. Respublikada hosil bo'layotgan chiqindilarning 15%, o'rtacha 15% plastik chiqindi hisoblanadi. Ekologik ekspertiza xulosasini olib faoliyat yuritayotgan korxonalar, ushbu korxonalar tomonidan yiliga o'rtacha 130 ming tonnadan ortiq plastik chiqindilar qayta ishlanmoqda. Ushbu turdagi chiqindilar hosil bo'layotgan maishiy plastik chiqindining atigi 6%ni qayta ishlashga yetarli bo'lmoqda. Hozir ko'rayotganlaringiz bir paytlar ko'chada, ariq bo'yida va poligonlarda yotgan plastiklar. Endi ular to'qimachilikda, qurilishda va hatto eksport bozorlarida ishlatilmoqda. Zavodimizda asosan shu ishlab chiqarish jarayonimizda baklashkani qayta ishlagan holatda 3 xil mahsulot ishlab chiqaramiz. Ulardan ikkilamchi polifer tolasi, ikkilamchi polietilin granulasi va ikkilamchi polietilin PET lentalarini ishlab chiqarish ishlarimizni yuritib kelmoqdamiz. Bizda shu ishlab chiqaradigan polifer, ikkilamchi polifer tolamizni ishlab chiqarish jarayoni biz yarim tayyor holatda ishlab chiqaramiz. O'sha biz topshirgan shu hamkorlarimizga topshirganimizdan keyin bu narsalarni ular tayyor mahsulot sifatida bolalar o'yinchoqlari ichiga solinadi. Keyin bu polifer tolamizda ko'rpalarga, yostiqlarning ichidagi hattoki shu ishlab chiqargan tolamizni shu to'qima jarayonlarga ham, noto'qima narsalarga ham, shu mahsulotlarga ham ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Granula seximizda ishlab chiqarilayotgan tayyor mahsulotimizni uni shu plastmassa mahsulotlar ishlab chiqarishga, chelaklar, krujka, xuddi shunday qanaqa shu
plastmassa mahsulotlari bo'ladigan bo'lsa, o'sha ishlab chiqarishga tayyor mahsulot biz o'sha siryolarni yetkazib beramiz. Butun dunyo yashil iqtisodiyotga o'tmoqda. Har bir davlat chiqindilarni dushman emas, resurs sifatida ko'ryapti. O'zbekiston ham bu yo'lda jiddiy qadamlar qo'ygan. Yuzlab korxonalar yangi milliy dasturlar 2030-yilgacha zero waste, ya'ni 0 chiqindiga erishish rejasi. Lekin eng muhim qadam siz va bizning qo'limizda. Har safar plastik chiqindilardan foydalanganimizda eslaylik, uni tabiat 500 yil asraydi. Uni yerga tashlamang, saralang, qayta topshiring, tabiat esa sizga toza havo, toza suv va toza kelajakni qaytaradi.